paytda 20 mingdan ziyod talaba tahsil olayotgan, 800 ga yaqin professor o'qituvchilar ta'lim berayotgan bu muqaddas dargoh mening universitetimda. Aziz tengdoshlarim, bo'lajak talabalar, orzularingiz sari qo'ygan har bir qadamingizda ismingiz Jizzax davlat pedagogik universiteti bilan bog'lanishini istasangiz, keling, kelajakni birgalikda quraylik. Jizzax davlat pedagogika instituti 1974-yilda faoliyatini boshlab, yillar davomida nafaqat viloyatimizga, butun respublikamizga salohiyatli kadrlarni yetkazib berishda xizmat qilib kelayotgan oliy ta'lim dargohidir. 2022-yil davlatimiz rahbarining pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan Jizzax davlat pedagogika institutiga universitet maqomi berildi. Orzularingiz kamolini shu dargohda biz bilan ko'rishni istaysizmi? Keling, kelajakni birga quraylik. Universitetda talabalar o'z iqtidorini yuzaga chiqarishi uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Ayni paytda Eson Lutfullayev nomidagi talabalar maqom ansambli, adabiyotga oshno bo'lgan yoshlar uchun izlanish klubi, bir necha ko'rik tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan Ilhom talabalar teatr studiyasi faoliyat yuritmoqda. Har bir tutor o'ziga biriktirilgan talabalarni 5 muhim tashabbus doirasida klub va to'garaklarga a'zo qilib boradi. Hamda ularni ijodiy qobiliyatini va iste'dodini namoyon qilishda imkoniyat yaratib boradi. Talabalarni huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qiladi. Ularni ta'lim olishi va ilm bilan shug'ullanishida ko'maklashadi. Shu bilan birgalikda talabalarni o'ylantiradigan qator masalalar, ya'ni turar joy bilan ta'minlash va qoldirilgan darslarni o'zlashtirishda yordam berib boradi. Bu yil Jizzax davlat pedagogika universiteti 50 yoshda. Eng yaxshilardan yaxshisi Jizzax davlat pedagogika universitetiga tashrif buyuring. Orzularingiz kamolini biz bilan ko'ring. Kelajakni birga quraylik.